Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar akalar. Yanchar brend ostida chiqib turgan 3 kW 3000 оборотdagi universal drabilkamizni marhamatga olib keldik. Mana motorlarimiz ham yangi. 3 kW. Datchilari mana avtomatlar, balonlari bemalol bir kishi aqaba sudrab yursa bo'laveradi. Hop, buni komplektida mana to'rxil setkasi bo'ladi. Xudoyda kepay qiladigan mana eng maydasi. Bundan yirikroq so'talim ekan, yorma qiladigan bor. Mana bir santiqib chiqaradi. Asosan yantaq bilan pedalarga bular. 4-setkamiz qo'yib qo'ydik hozir mana. Paya, moshpali shunaqa narsalar chiqaraverasizlar bunda. Hop, 6-narsamiz mana tepasidagi. 5-narsasi tepasidagi bu donga faqat o't chiqarib turgan o'qitaveradi. Regirovka ham setka hisobida ketadi akalar. Bu qo'lda chiqaradi bu regirovkada. Hop, hozir endi obzorimizda mana payani chiqarib ko'ramiz. Shu payani hozir qancha maydagida chiqarishni ko'ramiz. Biroq payamiz mana hozir yevorni mana 1 minutga ham olib bormadi. Bu eng yirik setkasidan. Molbobda bular. Molbob asosan paya molga ketadi. Molbob setkasi 3 kW drabilkani mana shunaqa qilib chiqarib berdi akalar. Endi buni ichidagi pichoqlari malatka o'yli. Malatka o'yli bo'ladi akalar pichoqlari. Buni segmentligi ham bor. Hop. Hojibomiz malatka o'y zakaz qilishgan. O'zlari mana chetda ishlashar ekanlar. Internet orqali ko'rib zakaz qilishdilar. Xudo xolasa mana olib kelib ishlatib ko'rsatib beryapmiz akalar. Xudo xolasa kimga ma'qul bo'lgan bo'lsa zakaz qilsalaring, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Vodiyga uygacha qilib beryapmiz, iloji boricha. Qolgan joylar sentr joygacha akalar. Narxlarimiz o'zgarib turadi. Shuning uchun bu videoni kimdir kech ko'rishi mumkin. Telefon qilsalaring, xudo xolasa narxlarini batafsil tushuntirib beraveramiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar akalar, xudo xolasa.